Aziz kuzatuvchilar, aziz ayollar, men sizlar uchun mana shu bot yaratdim. Va bu bot yaralishligi uchun ancha muncha vaqt kerak bo'ldi. Bu shunchaki bot emas. Bu o'zingizni ichingizdagi uyg'onish nuqtasini yaratdi. Har bir ayolga baribir qanaqadir bir yordamchi kerak. Aynan mana shu sizga yordamchi bo'ladi. U oddiy so'zlaydi. Lekin masalan savolingizga javob topolmagan paytingizga savolingizga javob berib, sizga ruhiy tayanch bo'la oladi. Botni narxi judayam qulay. Bu yerda o'sha bahona qila olmaysiz. Bu siz uchun kerak narsa, judayam qulay. Va bu narx haqida emas, bu qadriyat haqida. Va nima uchun men bu botni yaratdim? Misol uchun kommentariyalarda, misol uchun direktlarda judayam ko'p savollar berasizlar. Eng ko'p savollardan bittasi, masalan, menga judayam og'ir, lekin erim men bilan ishi yo'q, erim jim. Yoki bolalarim katta bo'lsa nima qilaman? Men bilmayman. Bolalarim tarbiyasi bilan qanday shug'ullanishlikni bilmayman. Yoki ota-onam meni tushunmaydi. Hayotda hech kimdek emasman. Har biringizga aytadigan gapim, o'rtoqlar, kutmanglar. Birovga iltijo qilmanglar, birovga yalinmanglar. O'zingizni orqaga surmang, o'zingizni orqa planga surmang. Siz birinchi bo'ling. Siz birinchi bo'lsangiz, qolgan hamma joyda siz tanlanasiz. Bolalaringiz sizni tanlaydi, turmush o'rtog'ingiz sizni tanlaydi. Siz birov uchun yaralmagansiz. Siz ota-onaga, erga bog'liq funksiya emassiz. Siz ularni sherigisiz. Tushunyapsizmi? Siz boshqalar yozgan ssenariyning aktrisasi yoki aktyori emassiz. Siz ayolsiz, siz odamsiz, siz insonsiz, siz o'zingiz uchun kelgansiz bu dunyoga. Shuning uchun ham men sizga mana shu botni beryapmanki, o'zingizni eng qiynayotgan savollaringizni men sizga o'tirib kommentda javob bera olmasligim mumkin, kuratorlar sizga javob bera olmasligi mumkin. Aynan mana shu paytda siz o'zingizni karmanniy botingizga, telefondagi botingizga murojaat qilyapsiz va aynan mana shu qiynagan savolingizga vaqtida javob olyapsiz. Nima beradi sizga bot? Hayotingizdagi adashgan paytda yo'l topolmayotgan paytingizda yo'l ko'rsatadi. Jabrdiyda his qilayotgan holatingizdan sizni ozod qiladi. Ichingizdagi ustunlikni mustahkamlaydi. Yiqilmaslik, sinmaslik, taslim bo'lmaslik uchun sizga quvvat beradi va eng asosiysi sizga o'zingizni yo'lingizni eslatib turadi.